Butun dunyoga tanilib borayotgan ko'l haqida eshitganmisiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Ushbu ko'l Toshkent viloyati Pskom tog' tizmalarida joylashgan. Suvning rangi shunchaki fantastika. Uni o'rab turuvchi tabiat esa betakror. Suvning mavjlanishini ko'rib, hamma dardu hasratlaringizni unutib yuborasiz. Ko'lni hamma tomondan baland tog'lar o'rab turadi. Ko'l bo'ylab sayr qilishga nima deysiz? Ko'lning shundoqqina yonida romantik g'or bor. G'ordan shunday go'zal manzara ko'rinib turadi. Mazza qilib xayol suradigan joy. Nima dedinglar, sevishganlar? Xohlasangiz ko'lning narigi qirg'og'iga maxsus qayiqlarda olib o'tib qo'yishadi. Narigi qirg'oqda qorlardan hosil bo'layotgan ko'lni to'ldirayotgan zilos suvlarni ko'rasiz va albatta mana bunday fantastik, romantik maskanga guvoh bo'lasiz. Mayin shabboda, bahaybat ko'l, ko'k osmon, oppoq bulutlar. Bunaqa ideal joy O'zbekistonda bitta bo'lsa kerak. Bundan ham zo'r lokatsiyalarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, like bosing va albatta menga obuna bo'lib qo'ying. Videoni kim bilan bormoqchi bo'lsangiz, o'sha odamga yuborib qo'ying.